Assalamu alaikum hörmətli huzur köyücülər. Dünya Uyghur Qurultayı Toru Televiziyası gündəlik xəbərlər proqramımızga xoş gəldinizlər. Mən Hidayət Musacan. Bugün 10-cu ayının 26-cı günü seyşənbə. Həmən şu vaxtda xeyirlik bolsun. Əziz görürmən, dövəndə diqqətinizlər bugünkü xəbərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. 25 oktyabr günü bo'lsa xalqarada to'lilgan mashhur Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtining 52 yoshga kirgan xotira kunidan iborat. Bu munosabat bilan 25 oktyabr kuni Dunyo Uyg'ur Qurultayı boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlari va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Ilhom To'xti apandimning tug'ilgan kunini turli shakldagi faoliyatlar bilan xotirlash orqali o'z millatining erkinligi, hurligi va insoniy haq huquqlarini qo'g'dash yo'lida mustabid Xitoy hokimiyati tomonidan 2014-yili 15 yanvar Beyjingdagi uydan tutqun qilinib, shu yili 23 sentyabr Urumchida muddatsiz qamoqqa hukm qilingan va hozirga qadar Xitoy zindonida azab chekayotgan jasur Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtiga bo'lgan oliy hurmatini izhor qilishdi. 25 oktyabr Ilhom To'xtining tavallud kuni munosabati bilan uning Amerikadagi qizi Javhar Ilhom Twitter to'g'rida uchur yo'llab, dadasi Ilhom To'xtining tug'ilgan kunini xotirladi. Javhar Ilhom Twitterga yo'llagan yo'llanmasida 2012-yili 2-oyda dadasi bilan birlikda Amerikaga kelish safarida Beyjing aerodromida dadasi Xitoy soqchilari tomonidan so'roq qilinishidan ilgari o'zi telefonda tortib olgan dadasining kulimsirab turgan suratini qo'shib yo'llagan. Javhar bu suratga aniqlama berib, shundan buyon o'zining erkin demokratik Amerika tuproqiga qadam bosganligini, ammo Xitoy hukumatining Uyg'urlarning haqqoniy huquqlarini oshkor talab qilgan dadasining mangulik qamoqqa hukm qilinishdek adolatsiz muomalaga uchirganligini bildirdi. Ilhom To'xtining 52 yoshli xotira kunida o'tkazilgan ijtimoiy taratqulardagi erkinlik talab qilish faoliyatida 2016-yili Ilhom To'xtiga Martin Annalus kishilik huquq mukofoti bergan Martin Annalus kishilik huquq mukofot fondi nomidan berilgan chaqiriq alohida diqqat qo'zg'adi. Mazkur tashkilot Twitterga yo'llagan chaqiriqida mundaq deb yozgan: Bugun Ilhom To'xtining 52 yoshga kirgan tug'ilgan kuni. U 2016-yillik Martin Annalus mukofotining sohibi. Uyg'ur faoliyatchisi Ilhom To'xti Xitoy hokimiyatiga moslashmaganligi uchun tutqun qilinib, muddatsiz qamoqqa hukm qilingan. Navbatda uning izderiki to'g'risida andishalar kun sari kuchayotdi. Biz Xitoy kommunistik hukumatini bu sababdan ayblaymiz va Ilhom To'xtiga erkinlik berishni murojaat qilamiz. 25 oktyabr kuni yana Dunyo Uyg'ur Qurultayı, Ilhom To'xti instituti, Xalqaro kechirim tashkiloti va boshqa bir qism tashkilotlar Ilhom To'xtiga erkinlik berish haqida bayonot va chaqiriqlar e'lon qildi. Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi 25 oktyabr Ilhom To'xtining tavallud kuni munosabati bilan e'lon qilgan videoluq nutqida mundaq deb ko'rsatdi. Bugun Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchisi Ilhom To'xti apandimning 52 yoshga kirgan tug'ilgan kuni. Bu münasebetlə mən Dünya Uyg'ur Qurultayı'nın bütün rəhbərlərinə vakaleten İlhom To'xti apandinin tug'ilgan kunini qizg'in tabrikləyman. İlhom To'xti apandim 2014-yildan buyon 7 yillik hayotini, ya'ni 7 tug'ilgan kunini yalnız tanha bir kichik qorong'u uyda yalnız o'tkazishga majbur bo'lmoqda. Ammo İlhom To'xti apandi shuni bilish kerak, dunyoda minglagan, 10 minglagan insonlar Ilhom To'xti apandini unutib qolmadi. Uning tug'ilgan kunini mana bizga o'xshash, uni qadrlaydigan, uning xalqi, millati uchun eppagan kurashlarini hech bir zaman esdan chiqarmagan insonlar uning tug'ilgan kunini har kun xotirlab kelyapmiz. Biz shuning ishonamiz. Az bir kun qaldiki, biz bütün dünyadaki Uyg'urlar Ilhom To'xti bilan birga vatanning ichida va yoki vatanning sirtida cho'qim uning keyingi tug'ilgan kunini xotirjamlik, xo'shal-xuramlik ichida, tantana ichida birga o'tkazamiz. Umidimiz shu, buningga nisbatan hech bir qachon umidimizdan voz kechmadik. Ilhom To'xti apandi, siz har zaman Uyg'ur xalqining qalbida. Tom Malinowski va Yang Kim boshchiligidagi 16 nafar Amerika Davlat Majlisi a'zosi yaqinda Amerika Tashqi ishlar ministri Blinkenga imzoliq maktub yo'llab, uni Markaziy Osiyo hukumatlari bilan hamkorlashib, ularning Uyg'ur qatorliq millatlarni Xitoyga qaytarib berish qilmishini oxirlashtirishga chaqirgan. Maktub Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenga bevosita yo'llangandan boshqa yana Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonlarning Amerikada turishliq bosh elchilariga qo'shib yo'llangan. Maktubda mundaq deyilgan: Biz sizga Xitoy hukumatining Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Turkiya xalqlarini bostirishi haqida maktub yo'llab, Xitoydan qochqanlarning boshqa hukumatlar tarafidan majburiy Xitoyga qaytarilish va qo'lga ilinish qismatiga yo'liqmasligini kafolatli qilishning jiddiy ehtiyojli ekanligini gavdalantirmoqchimiz. Maktubda Sharq Turkistonda ta'sis qilingan jazo lagerlaridagi Uyg'ur va boshqa osonliqlarning tayoq to'qmoq, bosqinchilik, jinsiy xo'rlik, majburiy tug'mas qilishni o'z ichiga olgan qo'rqinchli qismatlarga duch kelganligi ko'rsatilgan. Maktubda tilga ilinishi burun tutilgan yoki tutilishdan qo'rqib Sharq Turkistondan qochib chiqqan bir qism kishilar rayonda avj olgan
ziyonkashliklarni dunyoga oshkorlashga yordam berganligi uchun Xitoy doiralari bu kishilarni tahdid deb qarab, bularning ovozlarini jimiqtirish uchun necha 10 yildan buyon ularni qaytarib ketish harakatini qanot yoydirgan. Ma'lum bo'lishicha, 2014-yildan buyon 1327 nafar Uyg'ur va boshqa turk irqidagi Xitoy fuqarosi 20 davlatdan tutib ketilgan yoki qaytarilgan. Maktubda yana bu sonlarning tutib turilayotgan yoki majburiy qaytarilganlarning faqat bir qismiga vakillik qiladiganligi aytilgan. Maktubda Xitoydan qochib kelganlarga boshpanoh bo'lgan bir qism O'rta Osiyo ellari madhiyalangan va mundaq deyilgan. Biz qo'shni davlatlarning Xinjiangdan qochib kelgan shaxslarni o'xshamagan darajada qo'g'diganligini bilamiz. Biz ularning Xitoydagi bostirishdan qochqanlarni qo'g'dashni tanlaganligini olqishlaymiz. Ammo qaytirib bermaslik prinsipi, panohlik tilaguvchilarning huquqiy va ziyonkashlikdan qochgan Uyg'ur va Turkiya xalqlarini qo'g'dash istisnosiz ijro qilinishi kerak. Barliq hukumatlar Uyg'urlar va Xinjiangdagi bostirishdan qochgan boshqa Turkiya xalqlarining boshqa joylardan bexatar panoh joy topa oladiganligini umumyuzlik kafolatga ega qilishi kerak. Amerikada chiqadigan birlashtirish xabar to'g'ri 25-oktyabr NBA Mayra Anas Kanter zolim Xitoyga qilgan Uyg'urlarga erkinlik chaqiriqidan voz kechmaydi sarlavhalik maqola e'lon qilgan. Maqolada deyilishicha Boston Kilitliqlar klubining Mayra Anas Kanter Xitoyning rahimsizlarcha mustabidligiga qarshi dunyo jamoatchiligiga qilgan chaqiriqlarini yanada kuchaytgan. Oldingi hafta Anas Kanter Xitoyning Tibetlarga yurgizayotgan zulmlarni tanqidlagan bir sin filmini o'zining ijtimoiy taratquv hisobi supsida ham bahrlagan. Shuningdan keyin Xitoy hukumatı Boston Kilitliqlar klubining musobaqalarini NBAning Xitoydagi tarqitish supsi bo'lgan Tengshin toridan darhol o'chirib o'tgan. Anas Kanter Xitoyning turli besimlarga qaramasdan Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlarni darhol to'xtatishi kerakligi haqida oldingi haftaning oxiri yana bir sin filmi ishlab tarqatgan. Anas Kanter mazkur sin filmida musulmon davlatlari rahbarlarining Xitoydan oladigan savdo manfaatini ko'zlab, o'z dindoshlari bo'lgan Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlarga sukut qilayotganligini qattiq ayblagan. U mazkur sin filmida "Men zolimga hargizmi sukut qilmayman" degan. 25-oktyabr kuni Anas Kanter yana bir yangi sin filmini o'zining ijtimoiy taratquv hisobi supsida tarqatgan. U bu qitim Nike shirkatini Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgak silishiga qarshi turishga chaqiriq qilgan. Xalqaro kechirim tashkiloti Gollandiya sho'basining o'rinlashtirishi bilan 24-oktyabr kuni Gollandiyaning O'tirix shahrida Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik masalasi va chet ellardagi Uyg'urlarning hozirgi ahvolini anglatish faoliyati o'tkazildi. Bu faoliyatga Xalqaro kechirim tashkiloti Gollandiya sho'basining vakillaridan boshqa yana universitet o'quvchilari ham siyosiy faoliyatchilar qatnashdi. Bu faoliyatga Gollandiyadagi Uyg'ur faoliyatchilardan Ahmadjon Qosim, Olirik Oblimit va Xalqaro kechirim tashkilotining a'zosi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi madaniyat komitetining mudiri Zayniddin Tursun, shundaqla Gollandiyada turishliq lager shohidi Qalbi Nursidiq xonim qatorliqlar taklif bilan qatnashib, yig'in qatnashchilarga Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida doklad berdi. Mazkur faoliyatda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi haqidagi leksiya va munozaralar nihoyatda qizg'in kayfiyatda elib berildi. Xalqaro kechirim tashkiloti Gollandiya sho'basining vakili Stein Dillerik apandi mazkur faoliyatda so'z qilib, oldi bilan Uyg'urlarning tarixi haqida qisqacha tushuncha berdi. Ondan o'zining ilgari Sharq Turkistonni ziyorat qilganligini, u yerda bir yildak turish jarayonida o'zi ko'rgan va his qilganlarini yig'in qatnashchilari bilan o'rtoqlashdi. U so'zida yana Uyg'urlarning haqiqatan Xitoy hukumati tomonidan chetga qiqilib qolmasdan, balki rahimsizlarcha bostirishining nishoni bo'lib yashaydiganligini alohida ta'kidladi. Shundaqla Uyg'urlar navbatda duch kelayotgan qiyin vaziyat haqida tushuntirish berib o'tdi. Faoliyat oxirlashgandan keyin Gollandiyadagi Urumchi restoranining xo'jayini, Dunyo Uyg'ur qurultiyi madaniyat komitetining mudiri Zayniddin Tursun apandi o'z restorani nomidan mazzilik Uyg'ur taomlarini tayyorlab yig'in qatnashchilarga sundi. Taom jarayonida Uyg'ur madaniyati va Uyg'ur taomlari tanishtirildi. Bu yil 26 fevral kuni Gollandiya parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlarini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgan edi. Amerika davlatlik ommaviy radio xabarlari to'g'ri 25-oktyabr kuni Xitoy hokimiyati masjidlarning gumbazlarini chiqib tashlash orqali ularni texmo xitoylashtirishga urinayotidi sarlavhalik maqola e'lon qilgan. Maqolada ko'rsatilishicha Xitoy hukumatı yaqindan buyon Tungallar o'ltiraqlashgan rayonlardagi cho'ng kichik masjidlarning gumbaz va qubbalarini birdek chiqib tashlagan. Maqolada Xitoy hukumatining Tungan masjidlarining gumbaz va qubbalarini chiqib vayron qilish orqali islom dinini yo'qotishga urinayotganligi, Xitoy bo'lmagan boshqa oz sonliq millatlarni xitoylashtirish uchun qo'lidan keladigan barliq vositalarni qo'llanayotganligi ta'kidlangan. Maqolada yana Xitoyning oz sonliq millatlarga tutgan pozitsiyasining Xi Jinping hukmronligi davrida to'liq xitoylashtirishga o'zgarganligini eskartgan. Maqolada mutaxassislarning so'zlaridan naql keltirib, Xi Jinping rahbarligidagi Xitoy Kompartiyasining Osmolasiya siyosatini,
ya'ni xitoylashtirish strategiyasini rasmiy turda Xitoy hukumatining hujjat va bayonotlariga kirgizganligini o'ttirg'a qo'ygan. Mazkur maqolada mutaxassislar Xitoy Kompartiyasi tashvish qilayotgan Jongucha yoki Xitoycha alohidaligi ega degan sifat so'zning faqat va faqat Xitoy o'rtaq tilida so'zlash, Xitoy madaniyatida yashash, chet elning ta'sirini, ya'ni Xitoyga yot barliq madaniyat omillarini keskin rad qilish degan ma'noda ekanligini qayd qilgan. Xitoy hukumati yaqinqi yillardan buyon Sharqi Turkistonda keng ko'lamlik ilib borgan masjid va mozorliqlarni chiqib tashlash to'lqini, shundaqla chiqib tuzilib etilgan minglagan jome masjidlar haqidagi dalil isbotlar g'arbdagi taratqular tarafidan uzluksiz xabar qilinib kelingan edi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan Avstraliya strategiyalik tadqiqot institutining o'tgan yili e'lon qilgan cho'ng hajmli dokladlarga asoslanganda Sharqi Turkistonda chiqib etilgan masjid va mozorliqlarning soni 15 mingdan ko'p ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundik. Keyin qaytadan programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishganmi bo'g'aysizlar. Xayr xo'sh.